Beshinchi mini testga yechim ko'rib o'tamiz. Pfx va qx ko'pxatlar uchun quyidagi tenglik o'rinli. Agar pfx ko'pxat x-3 ga bo'lganda qoldiq 24 ga. Qx ko'pxatni 4-2x ga bo'lganda qoldiq 2 ga teng bo'lsa, ani toping. Mana buni 0 ga tenglaymiz. Qoldiqli bo'lishda doimo shunaqa qilinadi. x-3 ni 0 ga tenglasak, x teng 3. Bu degani p3 x ga 3 qo'ysak 24 ga teng. X ga 3 qo'ysak 24 ga teng. Endi buni 0 ga tenglaymiz. X teng 2 ga teng. Bundan q2 q ko'pxatga x ning o'rniga 2 qo'ysak 2 ga teng. Qoldig'iga teng bo'ladi. Bezu teoremasidan qoldig'iga teng bo'ladi. Ana endi mana yuqoridagi joyga xo'sh x ga nechi qo'ysak p3 bo'ladi. X ga -1 qo'ysak. Mana bu yerga x ga bitta -1 qo'ysak p3. X ga -1 qo'ysak 1 ko'paygan q2 x ga -1 qo'ysak qiymatlar o'rniga qo'yamiz. Javob 9 chiqadi. ABC'da to'g'ri to'rtburchakda B markaziy chorak aylanadi va N markaziy aylanma rasmda kabi ichitilgan. Agar K'si 15 bo'lsa, mana bu yer K'si. SF 1 bo'lsa, 1 ekan. BY 12 ekan. BY. Bu yoq 12 bo'lsa, bu yoq ham 12 bo'ladi. O markazida aylanma radiusini toping deyapti. Xo'sh, bitta tutashtiramiz. Mana bu yerda 12. Bu yer ham 12 bo'ladi. Mana bu yer radius deylik. Tutashtirdik. Mana radius. Mana bitta kesamiz. Hozir bu jami 13 edi. 12 ga 1 qo'ysak 13. Bitta kesganimizda 15 baqa ko'chadi. 15 baqa ko'chadi. Radius menga ko'chadi. Men radius bo'ladi. Ko'k rangda yozaman. Monetimiz qarang, jami 13 mi? 13 dan mana radiusni ayirsak, 13 dan radiusni ayirsak, menga 13 minus radius qoladi. Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Radius 5 ga teng bo'ladi. Qavslarni ochib, qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha maydalab yechsak ham bo'ladi. Men son tanlab qo'ydim. 5 ni o'rniga qo'ysam, 15 kvadrat qo'shib 8 kvadrat teng 17 kvadrat o'rnli bo'ladi. Qisqa ko'paytirish qilib yechsak ham bo'ladi. Javob mana shu tenglamada radius 5 ga teng. 3-savolga yechim ko'ramiz. Y teng x kvadrat va y teng 4x funksiyalar bilan chegaralangan sohani y o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini toping deyapti. Kelinlar, mana tasvirlab olamiz birinchi o'rinda. Misol uchun y teng x kvadrat bu bizda parabola bo'ladi. Shunga o'xshash. Endi y teng 4x. Ikkalasi birinchi o'rinda tenglab olamiz. X kvadrat teng 4x. Y'lar tenglab oldik. x1 teng 0, x2 teng 4. Y'larni tenglab yuboradigan bo'lsak, x kvadrat teng 4x dan hosil bo'ladi. X dan nuqtada kesishar ekan. y1, y2 ni qiymatini topdik. Demak, 0 va 0 nuqtada kesishar ekan. 4 va 16 nuqtada, masalan, tushuntirish shu. Masalan, mana 4 nuqta desak, mana bu yerni 16 deydigan bo'lsak, shunga o'xshashroq. To'g'ri chiziq va parabola tasvirladik. Y o'qi atrofida 360 gradusga aylantirsak, 360 ga aylantirganimizda parabola ustiga tushadi. To'g'ri chizig'imiz demak, mana
y o'q atrofida aylantiryapmiz hozir. Mana shu bo'yalgan sohamiz, ko'k rangda belgilayapmiz. Mana orasidagi soha shu aylanadi. Mana shu yerda jism paydo bo'ladi. Mana shu jismning hajmini so'rayapti. Buni biz formulaga qo'yishimiz kerak. Y o'q atrofida aylantirganimizda hajm pi ko'paygan integral a dan b gacha, bu yerda a bilan b x o'qidan emas, y o'qidan olingan chegaralar bo'ladi. 0 bilan 16 olinadi. Integral a dan b gacha ikki xil usulda yechsak bo'ladi. Misol bittasi x1 kvadrat minus x2 kvadrat dy deyish mumkin. Shundan masalan yozyapmiz. Y teng x1 kvadrat bu tomondan, ikkinchisidan y teng 4x2. Bundan x2 kvadratni topsak, y kvadrat taqsim 16 bo'ladi. O'rniga qo'ysam, v barobar pi integral 0 dan 16 gacha y minus y kvadrat taqsim 16 bo'ladi. Boshlang'ich olsak, chegarasini hisoblaymiz 0 dan 16 gacha. 16 qo'yamiz. 128 minus 128 taqsim 3. Ha, mana bu yerda pi ham bor. Pi ni yozmayapman, pi ham bor. Bir 128 pi taqsim 3 d javobga to'g'ri keladi. Boshqacharoq ko'rinishda ham formula bor. Ikki xil ko'rinishda formula bo'ladi. Bittasi mana shu ko'rinishda. Formulani yodlab olamiz va qaytadan yechib ko'rsangiz yaxshiroq tushunasiz. 4-savolga yechim ko'rib o'tamiz. f(x) funksiya berilgan ikki nuqtadagi xossasini toping. Birinchi o'rinda modul musbat yoki manfiy ochilishini bilish kerak. 1 ga 2 ni qo'shsak musbat, 1 dan 2 ni ayirsak manfiy. Demak, xuddi shunday fx ni birinchi soddalashtiramiz. Modulni musbat ochdik, modulni manfiy ochdik. Modulni manfiy ochsakmi, oldida minus bor. Oldin minus ko'ryapsizlar-a? Oldin minus plyus bo'lib ketadi. Mahrajda bo'lsa modulni manfiy ochamiz. Hisoblaymiz. Hosil olamiz. Minus oldiga tushadi, daraja bitta kamayadi. 1 taqsim x ning hosilasi minus 1 taqsim x kvadratga teng. 2 qo'yib yuboramiz. A javob. Yoyilmasining o'rtadagi hadi quyidagi teng bo'lsa, Kmn ning yig'insini toping. O'rtadagi hadi degani xo'sh, bu 2n ekan. O'rtadagi hadi nima bo'ladi? Masalan, 9 bo'lsa, 9 deyman, juft soni mana. Misol uchun 20 bo'lsa, 20 bitta had bo'ladi. O'rtadagi hadi yozamiz hozir. Bizga ma'lumki a kvadratdan n olamiz. B kubdan ham n olamiz. O'rtadagi had degani uchun 2n ni teng bo'ldik. Va s 2n u n bo'ladi. Hozir bizda mana shu narsa bunga teng. Bitta e'tibor bersak, bu bilan buni tenglaymiz. N teng 4 ekan. Demak, qaytarib o'rniga qo'ysa s 8 u 4, a ni 8, b ni 12 bo'ldi. S 8 u 4 hisoblaymiz. Qiymatni hisoblasak,
qisqartiramiz. 70 kmn. K'miz 70, m 12, n 4. Javob 86. Rasmda qirrasi 1 ga teng bo'lgan kublardan hosil qilingan jism tasvirlangan. Birinchi va oxirgi kublarning uchlarini tutashtirish orqali kesma hosil qilindi. Kesma uzunligini toping. Bu ikkita katek. Bu yog'iga ikkita katek. Bu yog'iga ham ikkita katek. 2 bilan 2 ni Pifagor qilsak, ildizi 8 bo'ladi. Mana bu x. Ildizi 12 bo'ladi. Bu 4 karra 3 bo'lsa, 2 ildizi 3. Javob. ABCda parallelogramning CD tomoni F nuqta olingan. Chizamiz. F'si ikkita DF'ga teng. F'si ikkita DF'ga teng. Buni ikkita A deymiz, buni A deymiz. Bu tomon 3 ta A. SB tomoni Y nuqta olingan. Bunda SY mana bu yerda Y nuqta olinyapti. 3 ta B, B 3 ta B. Bu tomon 4 ta B. ABCda parallelogram yuzi 120 ga teng bo'lsa, AFY uchburch toping. Buni topishimizning har xil usullari bor. Men sizlarga ko'paytirish usuli bilan topib bermoqchiman. Koeffitsiyentlarni bemalol ko'paytirib ketsak bo'ladi. Masalan, 4BA 4 karra 1 4S bo'ladi. 4 karra 1 4S. Koeffitsiyenti 2, koeffitsiyenti 3. 2 karra 3 bizda 6S bo'ladi. Koeffitsiyenti 3A 1B 3 karra 1 3S bo'ladi va diqqat bilan qaranglar. Parallelogramda bu tomon 4B, bu tomon 3A. 4 karra 3 nechi? 4 karra 3 12. Mana bu yuza 12s. Mana shu yuza 4 karra 3 12s. Bizda diagonal yuzani tengki bo'ladi. Bu tomon ham 12. 12 12 bu degani 24. ABCD parallelogram yuzi 24 S ga teng. S teng 5. 24 S'dan 6 4 3 dan ayiramiz. 13 dan ayiramiz. 24 S'dan 13 dan ayirsak, o'rtaga 11 S qoladi. AFY ning yuzasi 11 S. 55 javob. Ikki ishchi buyurtmani bajarishdi. Birinchi ishchi 1 soat ishlagandan so'ng, ikkala ishchi birgalikda 4 soat ishladi. Va ishni 40% ni bajardi. Agar ishni birinchi ishchi ikkinchi ishchidan 5 soat ko'p vaqt bajarsa, qolgan ishni birinchi ishchi necha soatda bajaradi? Xo'p, mana shu yerdan boshlaymiz ekan. Mana shu yerdan boshqatda o'qiymiz. Ishni birinchi ishchi ikkinchi ishchidan 5 soat ko'p vaqtda. Birinchi ishchi
ikkinchisi. Demak, 5 soat ko'p vaqtda. Demak, bu T qo'shuv 5, buni T deymiz. Endi boshdan qaytamiz. Birinchi 1 soat ishlagandan so'ng bizga ma'lumki, vaqtni og'darsak, misol vaqt T bo'lsa, 1 taqsim T bu qism bo'ladi. Vaqtning teskarisi qism. 1 taqsim T qo'shuv 5 bu 1 soatda bajarilgan qism. Nimaga 1 ga ko'paytiramiz? Chunki 1 soatda mana shuncha qism tugadi. Agar 3 soat deganda mana 3 soat deganda 3 ga ko'paytiradi. So'ng ikkala ishchi birgalikda 4 soat ishladi. So'ng qo'shilamiz. Ikkala ishchi birgalikda 4 soat ishladi. Teng 40% ish bajarildi. Xo'sh, 1 bo'lsa ish tugaydi. 40% degani 40 taqsim 100. Tan topamiz shu yerdan. Bitta qavs sochib olsak, 4 ta 5 taqsim. Qavs sochib oldim. Teng bo'layapti. Bu yerda 20 ga qisqartirsa 2 taqsim 5 bo'ladi. Tan topib olamiz birinchi o'rinda proporsiyadan. Mahraj bersa ham ekan. Mahraj berdim. Ko'paytiraveramiz. Viyet. Yigirma bilan minus 5 taqsim 2 chiqadi. Albatta musbatni olamiz. T teng 20 ekan. Bizda birinchi ishi 25 soat ekan. Qolgan ishni birinchi ishchi necha soatda bajaradi? Demak, T 20 bu degani birinchi ishchi bizda 25 soatda tugatadi. T birimiz 25 soat. Qolgan ishni, demak 25 soat bu butun ishga. Mana qaranglar, 25 butun ishga. Bizda 40% ish tugadi. Mana shuni 60% ni topamiz. Javob 15. Hushyor bo'linglar. 20 ham javob emas, 25 ham javob emas, 15. Matnli masalada diqqat bilan o'qib tahlil qilish kerak. Sanjarda 3 ta fizika, 2 ta matematika kitoblari bor. U matematika kitoblarini yonma-yon qilib, necha xil usulda joylashtirish mumkin? Mana matematika, fizika. Matematika kitoblari yonma-yon degani uchun matematika kitoblarini yopishtirib olamiz. Ularni orasiga fizika qo'yib bo'lmaydi. Ularni bitta deb qaraymiz. Endi 3 ta fizika, bitta matematika 4 bo'ldimi? 4 faktorial bo'ladi. 4 ta elementni o'rin almashtirishlar soni bizda 4 faktorial bo'ladi. 4 faktorial. 4 ta element. Lekin mana ikkala matematikani o'zaro almashtirsa bo'ladi. To'g'rimi? Mana ikkala matematikani o'zaro almashtirish mumkin. Shuning uchun 2 faktorialga ko'paytirib qo'yamiz. Javob 48. Hajmi V ga teng bo'lgan silindrning o'q kesimi diagonallari orasidagi burchak 2 alfa. Silindrning o'q kesimi bo'lsin
Mana o'q kesimi degani uchun bu tomonda h olamiz, bu tomonga 2 r olamiz. Sizning asosiy radiusini toping deyapti. Mana bu burchakni biz 2 alfa desak, teng yonli bo'ladi. Bu bilan bu teng. Bular hammasi teng-ku, teng yonli. Teng yonli bo'lgani uchun mana bu burchakni alfa deymiz. Bu burchakni ham alfa deymiz. Alfa alfa deyish mumkin. Ana endi tangens katangens alfamiz h taqsim 2r ni beradi. H topamiz. Hajm v teng pi r kvadrat h. Hisoblasak, v taqsim 2 ta pi katangens alfa teng r kub. R teng kubinchi izosta v taqsim 2 pi katangens alfa. Bizga ma'lumki 1 taqsim katangens alfa bu tangens alfani beradi. Demak, tepaga tangens alfa qilib chiqarib olamiz. C javob. Shu bilan berilgan testimizga yechim tugatdik. Qaysi savol siz uchun tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, o'sha savolning videosini to'xtating, daftaringizga yozing, tahlil qiling.